Bolalarga nogironlikni rasmiylashtirish tartibi qanday? Nogironligi bo'lgan bolalar doimiy jismoniy, aqliy, sensor, sezgi yoki ruhiy nuqsonlari tufayli hayotiy faoliyati cheklanganligi munosabati bilan davlat va jamiyat tomonidan ijtimoiy yordam ko'rsatilishiga hamda o'z huquqlari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishiga muhtoj 18 yoshgacha bo'lgan shaxslar. Nogironligi bo'lgan deb topish qaysi tashkilot tomonidan amalga oshiriladi? Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 8-fevralda tibbiy ijtimoiy ekspertiza xizmati tashkiliy tuzilmasini va faoliyatini tashkil etishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risidagi 62-sonli qaroriga asosan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni nogironligi bo'lgan bola deb topish pediatriya tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalari tomonidan amalga oshiriladi. Pediatriya tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi barchaga ma'lum bo'lgan tibbiy ijtimoiy ekspertizasining tizimida hisoblanadi. Bolalar qanday hollarda nogironlik belgilanishi uchun tibbiyot muassasasiga murojaat qilishi mumkin? Agar bolaning umumiy ahvoli og'irlashishi yoki olgan jarohati tufayli sog'lig'iga zarar yetganda, bolaning ba'zi organizmlarining normal ishlash faoliyati turg'un buzilish bo'lgan holatlarda o'zi yashab turgan hududda joylashgan tibbiyot muassasasiga, poliklinikaga murojaat qilishi, shuningdek, qayta nogironlikni belgilash masalasida ham tibbiyot muassasasiga murojaat qilishi mumkin. Bola murojaat qilganidan so'ng tibbiyot muassasalari qanday ishlarni bajaradi? Bola murojaat qilgandan so'ng tibbiyot muassasasi ko'rik uchun qabul qilingan kundan boshlab 5 ish kuni ichida nogironlik belgilari aniq ko'rinib turgan anatomik nuqsonlari, a'zo va to'qimalarda anatomik hamda fiziologik o'zgarishlar mavjud bo'lishi bo'lgan bolalarni qo'shimcha tekshiruvlarni o'tkazmasdan TEKga yuboradi. Bunda bolalarni TEK tarkibidagi pediatriya tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalari tomonidan tekshirish ishlari amalga oshiriladi. Ko'rikdan o'tkazish bepul amalga oshiriladi. TEKda ko'rikdan o'tish uchun qanday hujjatlar talab qilinadi? TEKda ko'rikdan o'tish uchun quyidagi hujjatlar talab qilinadi. 18 yoshgacha bolaning tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasi, ota-onasining yoki qonuniy vakilining pasporti. Bundan tashqari, yuqoridagi hujjatlardan ko'chirmalar taqdim etiladi. Umumiy kasallik va bolalikda nogironlik sabablarini belgilash uchun tibbiyot muassasasining yo'llanmasi. Kasallik tarixidan bu tashxis qo'yish uchun va davo choralarini belgilash uchun bemor yoki uning yaqinlari yordamida kasallik to'g'risida yig'ilgan ma'lumotlar jamlanmasi, ko'chirma. Ko'rik natijalariga ko'ra bola nogironligi bo'lgan deb topilsa, qay tartibda rasmiylashtiriladi? Agar TEK tomonidan ko'rik natijalariga ko'ra bola nogironligi bo'lgan bola deb topilganda, shu kuni belgilangan shakldagi ma'lumotnoma rasmiylashtirilib, QR kod orqali tasdiqlanib, nogironligi bo'lgan bolaga yoki qonuniy vakiliga beriladi. Pensiya jamg'armasining tegishli bo'limiga elektron tarzda o'sha kunning o'zida TEK dasturi orqali yuboriladi. Bolalarga nogironlikni belgilash talablari qanday? Bolani ko'rikdan o'tkazish jarayonida organizm funksiyalari yengil ravishda buzilishi nogironligi bo'lgan bola deb e'tirof etish uchun asos bo'lmaydi. Bolalar 3-4 salomatlik guruhiga kiritiladi va o'zining hududida joylashgan tibbiyot muassasasining mutaxassislari tomonidan kuzatuvda bo'ladi. Agar 18 yoshgacha bo'lgan bolalarda organizm funksiyalarining o'rta ifodalangan va kuchli ifodalangan darajadagi buzilishlari aniqlanganda, ular nogironligi bo'lgan bola deb e'tirof etiladi. Qancha muddatga nogironligi bo'lgan bola deb belgilanadi? 18 yoshgacha bo'lgan bolalar 1 yil, 2 yil yoki 18 yoshgacha bo'lgan muddatga nogironligi bo'lgan bolalar deb e'tirof etiladi. Patologik holatlar, ya'ni bolalar organizmi funksiyalarining kuchli darajada buzilgan, ularning o'zgalar yordamiga muhtojligi sezilgan va o'ziga o'zi xizmat qilishi chegaralangan, lekin 18 yoshgacha bo'lgan bolalarda tuzalish ehtimoli bo'lgan holatlarda 2 yil muddatga nogironligi bo'lgan bola deb e'tirof etiladi. Qayta ko'rikdan o'tish muddati qanday amalga oshiriladi? Nogironligi bo'lgan bolalar qayta ko'rikdan o'tish muddati tugayotganligi to'g'risida qayta ko'rikdan o'tish belgilangan sanadan 1 oy oldin TEK tomonidan xabardor qilinadi. Xabardor qilish aloqa turlaridan foydalanilgan holda yoki nogironligi bo'lgan bolaga tibbiy xizmat ko'rsatuvchi tibbiyot muassasalari orqali tashkil etiladi.